Bismillahirrahmanirrahim. Bugun 26-oktyabr 2025-yil. Jalobod shahri, Qirg'iziston. 16-blok. 16-blok. Kanova sortini ekkanmiz. Birinchi terim 19-sentyabrda boshlagan ekanmiz. Mana hozirgi holat mana. Pastdagi уже 2 shingil уже terildi уже. Почти. Bitta tagida qopdi. Mana u o'shunda tak 3-4 shingil 5 6 7 yo 7 6 shingil qo'ydik, hattoki yo bir yerda 7 shingildan qo'ydik-da. Mana holati, mana u pomidorning kattaligi mana. Ko'ryapsizlar, mana emas uzungina, o'ta chiroyli. Mana o'ta standart. Qip-qizil ama. Qip-qizil. Shu 2 kunda bir teryapmiz. Pomidorlar nihoyatda chiroyli mana. Kuzgi nima olgani uchun shu 6 shingil 7 shingil uzib tashladik uchun. Hattoki mana bu pomidorlar mana уже terimizdan boshlandi, xudo xolasa. Shu terimizlar boshladik mana. Xudo xolasa. Tak. Mana bu holat mana. O'ta chiroyli bo'ldi pomidorlar mana. Kanova sorti, Klaus firmasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bugun 26-oktyabr 2025-yil. Jalobod shahri, Qirg'iziston. 16-blok. 16-blok. Kanova sortini ekkanmiz. Birinchi terim 19-sentyabrda boshlagan ekanmiz. Mana hozirgi holat mana. Pastdagi уже 2 shingil уже terildi уже. Почти. Bitta tagida qopdi. Mana u o'shunda tak 3-4 shingil 5 6 7 yo 7 6 shingil qo'ydik, hattoki yo bir yerda 7 shingildan qo'ydik-da. Mana holati, mana u pomidorning kattaligi mana. Ko'ryapsizlar, mana emas uzungina, o'ta chiroyli. Mana o'ta standart. Qip-qizil ama. Qip-qizil. Shu 2 kunda bir teryapmiz. Pomidorlar nihoyatda chiroyli mana. Kuzgi nima olgani uchun shu 6 shingil 7 shingil uzib tashladik uchun. Hattoki mana bu pomidorlar mana уже terimizdan boshlandi, xudo xolasa. Shu terimizlar boshladik mana. Xudo xolasa. Tak. Mana bu holat mana. O'ta chiroyli bo'ldi pomidorlar mana. Kanova sorti, Klaus firmasi.